Assalomu alaykum, hurmatli Qulupnay biznes kanalining obunachilari. Bizda mana 3-terim bo'ldi. Shomdan o'tdi, quyosh botdi. 4-may bugungi chislamiz. Xo'sh, 3-terimda 40 tovoqqa yaqin chiqdi. Tovoqlarimiz 4 kilo, 4,5 kilo, ba'zilari 5 kilo. Shu atrofda chiqadi. O'rtacha shu 160, 170 kilo atrofida bo'lsa kerak. Hali taroziga qo'yganimiz yo'q. Qulupnaylarimizning ham holati Allohga shukr juda yaxshi. Bizda 2 kun, 3 kun yomg'ir bo'ldi. Yomg'irda ter olganimiz yo'q. Mana qulupnaylarimizning holati. Mashalloh juda go'zal. Xo'sh, chiriganlari chiqdi ba'zi joylardan. Bu yil yog'ingarchilik ko'p bo'lib, ildizdan oziqa berolmadik. Bizda mana shunday qulupnaylarimizning bargida sarg'ayib, shunday holat kuzatildi. Ildizdan oziqa berolmadik. Keyin bargdan qulupnaylarimizga bir 2-3 marta 15 litr suvga 3-4 gram temir, 20-25 gram sulfat magniy parashokdan solib, bargidan bir 3-4, adashmasam 3 marta sepdim. Xo'sh, ancha yaxshi. Ba'zi joylarda kam qolgan. Xo'sh, ildizdan ham 2 marta dastur bo'yicha oziqa berdik. 1 marta 1 tonna suvga 1 kilodan kalsiy nitrat qo'shib berdik. Shu oxirgi marta kalsiy berganmiz. Kalsiy mevalarni mana chirishning ham oldini oladi, qotiradi. Xo'sh, endi xudo xolasa yana shu video programmasi dasturi bo'yicha oziqalarni beramiz. Qulupnayning oziqasi deb bir video qilganman. Shu dasturdagi barcha oziqalarni ko'rsatganman. Qulupnaylarimizning holati mashalloh. Hozir kechasi shomdan keyin bo'lib qoldi bizda. Tog'larimiz